Doktor, antibiotik zararli-ku, nimaga ko'p doktorlar yozishadi? To'g'ri, antibiotik olganda kerakli mikroorganizmlar ham kasallikka keltirib chiqazayotgan mikroorganizm ham barobar ketadi. O'shaning uchun ko'pchilik antibiotikdan qo'rqadi, ya'ni hammada noto'g'ri tushuncha bo'lib qolgan. Noto'g'ri tushunchani kelib chiqishiga asosiy sabab ko'pchilik hali protsess virusli paytda ko'pchilik shoshib antibiotik berib qo'yishadi. Ya'ni isitma chiqdi, o'ylashadiki, bo'ldi, antibiotik berishim kerak ekan deb sразу antibiotik berib yuborishadi. Natijada bolada immuniy sistemasiga ta'sir qilib, immunitet tushib, tez-tez qaytalanishiga ham sababchi bo'lib qoladi. Kasalligi surunkali holatga o'tib ketishi mumkin yoki juda ham og'ir holatga o'tib ketishi mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, virusli protsessda antibiotik ta'sir qilmaydi. O'zini ta'sir qiladigan ma'lum muddati bor. O'sha muddatda antibiotikka qo'llanilsa, ya'ni to'g'ri foydalanilsa, organizmga xudo xolasa hech narsa qilmaydi. Antibiotik olgandan keyin ham o'zini profilaktikasi bor. O'sha profilaktikalarni o'z vaqtida to'g'ri qilinsa, ya'ni reabilitatsiya yaxshi o'tkazilinsa, organizmga unaqa juda ham xavfli holatlarga olib kelmaydi. Bundan juda ham qo'rqish kerak emas, aksincha to'g'ri foydalanishni bilish kerak va gruppasini, dozasini to'g'ri nazначение qilsa, xudo xolasa hech narsa qilmaydi.